o'zlarini shu fikrlarini xalq bilan bo'lishaman deganlari uchun mana biz yetib keldik. Boshlanishiga mana karantin bo'ldi. Karantindan keyin oyoqlarim qarsillab og'riq boshladi. Bugun oyoqlarim og'riq boshladi-da. Ya'ni shu shifokorlarga borganingizda sizga artroz deb tashxis qo'yishgan, to'g'rimi? Artroz deb tashxis qo'yishdi. Harakatlaringiz qanaqa edi? Cheklanganmidi? Menga o'tirib turishim qiyin bo'lgan. Boshlanishiga o'tirib turishim, oyoqlarim kechqurun bilan og'rib chiqardi. Ertalab turganimda juda og'rish qattiq bo'lardi. Keyinchalik qirsilish paydo bo'ldi. Va sustab gel olishga qaror qildim. Bir hafta ichiga natijasini beradi. Avvalo 3 kun ichiga deb aytishdi. Grammni strukturasini kuchaytirib borilgandan keyin birdan 3-chi kundan og'riq birdan qoldi-da. Hayot boshlanganini bildim-da o'sha. O'tirib turishlarim, qiynalishlarim yo'qoldi. Ushbu mahsulotni boshqalarga qanchalik darajada siz tavsiya bera olasiz? Hammaga aytaman. Olib sursin. Natijasi yaxshi. Men uchun yaxshi bo'ldi. Lekin men olib surtdim, yaxshi ketdim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Bugun biz Toshkent shahrining Abuzaxiy bozoridamiz. Nega aynan bozorda desanglar, Isomiddin akamiz shu yerda mehnat qilar ekanlar, shu yerda tirikchilik qilar ekanlar. Isomiddin akamizni bugun ishlaridan olib chiqib, o'zlarini shu fikrlarini xalq bilan bo'lishaman deganlari uchun mana biz yetib keldik Isomiddin aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Isomiddin aka, sizda nima bo'lgan? Qanaqa diagnoz qo'yilgan? Diagnoz qo'yilishidan oldin holatingiz qanaqa bo'lgan? Bir boshidan borini aytib beringchi. Boshlanishiga mana karantin bo'ldi. Karantindan keyin oyoqlarim qarsillab og'riq boshladi. Bugun oyoqlarim og'riq boshladi-da. Keyinchalik o'sha og'riq kuchayib bordi. Keyin meditsina anosiga borgandan keyin viloyatga osteoxoroz, artrit, yallig'lanish kuchayib boshlanibdi sizga. Davolanish kerak deb aytishdi. Shundan keyin men internet orqali mana Instagramdan ko'rib qolib, manaki sustab gel shuni olishga qaror qildim. Ya'ni shu shifokorlarga borganingizda sizga artroz deb tashxis qo'yishgan, to'g'rimi? Artroz deb tashxis qo'yishdi. Ha. Ana shu paytda harakatlaringiz qanaqa edi? Cheklanganmidi? Yurishga qiynalarmidingiz? Kimdirlar aytadi, uzoq vaqt tikka tura olmasdim deydi. Kimdirlar aytadi, 10 metrga ham yura olmasdim deydi. Sizda qanaqa bo'lgan? Menga o'tirib turishim qiyin bo'lgan. Boshlanishiga o'tirib turishim, keyinchalik qilsam, oyoqlarim kechqurun bilan og'rib chiqardi. Ertalab turganimda juda og'rish qattiq bo'lardi. Keyin uqalab, masaj qilib yurib ketib, keyinchalik qirsilish paydo bo'ldi. Qirsilish. Keyin og'riq juda ham kuchayib bordi. Kuchayib borgandan keyin sustab gel olishga qaror qildim, xullas kelam. Keyin sizdan kuchdan telefon qilib turib, sustab gel oldim. Olgandan keyin bu kishi aytdilar, bir hafta ichiga natijasini beradi. Avvalo 3 kun ichiga deb aytishdi. Keyin bir hafta ichiga har bir haftaga konsultatsiya o'tkazib boramiz. O'sha mutaxassis bilan sizni aloqada bo'lib turamiz deyishdi. Mutaxassis aloqaga bo'lib turishdi har kuni, har haftaga. Mana shuni sutni boring, shu grammini aytib borishdi bu kishi. Grammni strukturasini kuchaytirib borilgandan keyin astalik bilan o'sha 3 kunga o'zi tutgandan keyin bilindi. O'zi avvalo mana shu sustavgelni qayerdan ko'rdingiz? Sustavgelni bu internetdan ko'rib qoldim. Internetdan ko'rib qolib, telefon nomerini yozib, keyin aloqaga chiqdim. Shu olishdan oldin ikkilanish bo'ldimi? Bu ham bir foyda qiladimi, yo'qmi degan. Endi qarang, bundan oldin kapsula ichganman. Kapsula ichganman, ta'sir qilmadi kapsulalar. Umuman ta'sir qilgani yo'q. Keyin men aytdimki, to'xta, shu gel ham tutsa balki yaxshi bo'lib qolarmikan degan maqsadga shu gelni olib tutdim. Ixlos qildim-da. Tutgandan keyin o'sha birdan 3-chi kundan og'riq birdan qoldi-da. Birdan qolgandan keyin o'sha hayot boshlanganini bildim-da o'sha. O'tirib turishlarim, qiynalishlarim yo'qoldi. Juda ham zo'r natija bo'lgan. 3 kunning ichida ta'sir qilish bu juda ham zo'r natija. Xuddi shunday. 3 kunning ichiga bildirdi birdaniga o'zi. Keyinchalik o'sha og'riqda yo'qolib ketdi. Surturib bilan qilgandan keyin. Isomiddin aka, siz bilan biz tanishmizmi? Yo'q, tanish emassiz. Men sizni hozir ko'rib turibman sizni. Men o'zim Qashqadaryo Kitob rayonidanman. Mana hozir sizni ishga kelib Toshkentga ko'rib turibman. Endi shunaqa deydigan odamlar ham topiladi-da, misol o'zini odamini olib chiqyapti yoki tanishib pul beryapti. Men o'zimni boshimdan o'tganini gapirib beraman sizga hozir. Faqatgina sizni tanimayman, umuman hozir ko'rib turibman sizni. Siz foydalandingiz. Foydalanganingizdan keyin mana
sezdingiz, yaxshi bo'ldingiz, yurishlaringiz yaxshi bo'ldi, yana ish faoliyatiga Og'riqlar, qaytdingiz. o'tirib turish. Men namoz ham o'qirdim. Endi bo'lmasa o'tirib turish juda qiynardim. Shuni tutgandan keyin уже ancha jon kirdi menga. O'tirib turishim Ushbu mahsulotda sizni qaytaradigan odamlar topilmadimi mabodo? bo'ldi menga. Bo'ldi. Bular hammasi afsona deb aytgan ko'p kishi bo'ldi. Lekin men unga qaramay o'zim aytdimki, shuni tutsam balki yaxshi bo'lib ketarman degan maqsadga oldimda Ixlosli bo'lgan ekan. sutdim, taxladim, mana yaxshi bo'lib ketdim, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ling. Bundan ham yaxshi bo'ling. Rahmat sizga. Ushbu mahsulotni boshqalarga qanchalik darajada siz tavsiya bera olasiz? Endi men misol hammaga aytaman, olib sursin, natijasi yaxshi, men uchun yaxshi bo'ldi. Lekin men olib surtdim, yaxshi bo'lib ketdim. Joningiz sog' bo'lsin. Bundan ham yaxshi bo'ling aka. Rahmat, baraka toping. Mahsulotni olganingizdan keyin qay tartibda siz foydalandingiz undan? Boshlanishiga shpritsda 1 grammdan 1 hafta surtdim boshlanishiga. 1 grammdan 1 hafta surtdim. Qachon surtdingiz? Har kunimi? Ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun 2 mahal, bir kunga 2 mahal. Ertalab kechqurun 1 grammdan 2 gram, bir kunga 2 gram. Keyin 1 hafta shunday surtib, keyin 1 haftadan keyin 1 gram, 2 gramdan yana kuchaytirib borilur ekanda o'sha. Kuchaytirib borilgandan keyin yana o'sha og'riq qolib borar ekan. Vrach maslahati shunday qildida. Har haftasiga ada aytib turdi-da. Ada aytdi-da, haftasiga o'sha aytib turib, ko'paytirib boravering endi bag'rini surtib deganlardan keyin o'sha gel surtni ko'paytirib borgandan keyin og'riq yana yo'qolib boruvdi. O'tirib turishlar yana yaxshi bo'lib, yengil bo'lib qoldimda. Shu telefon qilib gaplashgan paytingiz sizga yaxshi muomalada bo'lishdimi? Juda ham yaxshi muomalada bo'lishdi. Boyaki hamma narsalar aytib berdilar. Mana shunaqa narsalari bor, kalsiy boyaki hamma tomonlama rivojlantirishga yordam beradi deb aytdilar. Keyin ikkilandim, fikrlarim gebiktalar olamga o'tirganlar, bular hammasi ertak. Bular faqat og'riq qoldiruvchi deb ana qilgandan keyin men aytdim, xayr, Allohdan bag'dib surtdim, Xudoga shukr, mana yaxshi bo'lib ketdim. Yaxshi. Bundan ham yaxshi bo'ling. Davo topganingizdan keyin yana bir shifokorlarga ko'rindingizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, shifokorlarga boshqa ko'ringanim yo'q, tabletga unaqa kapsulda ham ichganim yo'q. O'zi men shundan davo topdim, bo'ldi. Undan keyin boshqa joyga telefon ham qilmadim, anaqa qilganim ham yo'q. Chunki o'sha menga o'sha yaxshi bo'lgandan keyin u nima kerak menga boshqa joyga borib turib. To'g'ri. Juda ham yaxshi, Sobir aka, bunaqa natijaga erishganingizdan avvalo xursandmiz. Rahmat. Bundan ham yaxshi bo'lib keting. Oilangizni, ota-onangizni baxtiga sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga rivoj bersin. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Natijani o'zlari aytib turibdilar. Shu ikkilangan yurtdoshlarimizga telefon raqamingizni bera olasizmi? Masalan, sizga telefon qilib rostdan davo topdingmi deysiz. Beraman mana, haqiqatan. Qani, 90lik 721 81 94. 90lik 721 81 94. Bemalol telefon qilib ishonmaydiganlar so'rashinglar mumkin. Mana Toshkent shahar Abu Saxiyga kelsanglar, Sobir aka kim desanglar, mana bemalol oldilariga kelib so'rasanglar bo'ladi. Hozircha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.